Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Yulduz bilan sayohat loyihamizni navbatdagi lokatsiyasi Marg'ilon, Farg'onadamiz. Quvasoy olti ariq yashnadirishdan Farg'ona go'zalsan. Suyimlar. Ehtiyot bo'laverasiz. Ursa ham sizlar urishadi, maza qilaveradi. Har birsini mana stanokda o'tirib qo'lda qiladigani borda. Har bittasi eksklyuziv chiqib keladi o'shanchuni. Bilishingiz bor. Charchamasdan, Kelaverasiz. Taytiravermasdan nimalar boshlab yubordilar? 1915-yillarda buzilib bo'lgan o'sha eng go'zal qismi bo'lgan. Endi senga yo'q ishonmayman. Ishonmayman. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi va iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Yulduz bilan sayohat loyihamizni navbatdagi lokatsiyasi Marg'ilon, Farg'onadamiz. Albatta biz yulduzlarimiz qator-qator turibdilar. Assalomu alaykum. Nilufar Ikkita Jamshidni orasida mana Jamshid Bobojonov birgalashib. Nenu, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo Jamshid darajada. aka. Juda ham zo'r. Biz bugun kayfiyatimizni a'lo darajada Marg'ilonimizni hunarmandlar markaziga e'tiborimizni qaratamiz va sekin sayohatimizni boshlaymiz. Ketdikmi? Ketdik. Zaman bilen bir pariga Yoktalağımenne eyleyim Çok zaman bilen bir pariga Yoktalağımenne eyleyim Şu sebeptir ben yürüyüm ey Kahraman menne eyleyim Bularda alaykum. ustozlarning qo'shig'ini eshitib, ashulachiligimiz ham esimizdan chiqib ketdi. Shunaqa. Tomoshabin bo'lib qoldik. Aka rahmat, sog' bo'linglar. Qani marhamat bo'lmasin sekin. Kayfiyatlari yaxshimi? A'lo darajada. Charchamasdan. Marg'ilondasiz. Marg'ilon tuzinglar. Ehtiyot bo'laverasiz. Ursa ham sizlar urishadi, maza qilaveradi. Endi mana shu nima deydim? Hunarmandlik markazimizni birma-bir detallarigacha tanishtirib ketadigan bizani opamiz borlar. Mana shu opamizni men taklif qilsam, opajon keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Marg'ilonga xush kelibsizlar. Farg'ona ona yurtlarida. Go'zalliklarni tanishtirasiz endi bizga. Endi Qarang, sekin qancha o'zingizda chiroylilar. nima deydi, sayohatimizni o'zingiz qilib berasiz. Qani marhamat keling. Marg'ilon Atlas va Adras hunarmandlar shahri. Ota bobolarimizdan qolgan meros bizga. IKAT deganda yevropaliklarni nazvaniyasi deb o'ylaymiz. Yo'q, IKAT bu это Atlas и Adras. Showroom bor. Mana qarang sumочкалari chiroyliligini. Ay dahshatligini qaranglar. Bu hammasi qo'l mehnati azizlar. Hammasi qo'l mehnati. Qancha mehr ketgan, qancha vaqt ketgan bu yerga. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Nilufar-xonni o'zi do'konlari bor, bunaqa narsadan xorlari bor. biz Lekin bilamiz. shunaqa bo'lsa ham qaysi narsa kачественныйligini biladilar. Bizni noyob o'zbek ona atlas adreslardan kiyimlarimiz. Har birsini mana stanokda o'tirib qo'lda qiladigani borda. Mehnat, qo'l Har bittasi mehnati. eksklyuziv chiqib keladi o'shanchuni. Birisiga o'xshamaydi. O'xshamaydi. Bitta tugadimi bo'ldi. Bitta material bir kiyimli qildimi, bir kiyimlidan boshqa chiqmaydi undan. O'zingga atashiga olmam bilole. O'zingga atashiga solmam bilole. Dili joni bilan nola qilur nola. Dili joni ila kula go'zal lola. Lola, kulilala. Milliy o'zimizni Marg'ilonda xon atlaslari va ota bobolarimiz yaratgan 200 yil, 150 yil oldingi nusxalar. Nusxalar. Bular o'sha original o'sha yilgimi? O'shalar. O'shancha yillikmi bular? Yo'q, bular 70-80 yil oldingi qilingan. Eskilaridan ham bor. Naryoqda muzeyimiz bor, aka ilib qo'yganmiz. Bitta ulardan ko'chirib qilingan nusxalar. Chekkasida Marg'ilon deb yozilgan. Mana Marg'ilon, mana. Ha. Gerbimizdagi humo qushi nimasi
Marg'ilon deb yozilgan. Qani bunday qiling-da, mana mendek ko'rinadi. Ag'am tashavvuring bo'lmasa. Mana. Marg'ilon deb yozilgan. Assalomu alaykum. Zerikmayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi, aka? oldik, do'pli oldik. Ye, aka. oldik, mana qarang. Adras to'nlar muborak bo'lsin. Juda kech qoldingiz. Sizga ham kiydirib olsin. Yomon yarashibdi. Endi shu haligi nima O'zi deydi? jamshidlik ham narsa yarashadi. Yarashadi aka. Iloyim. Endi bitta gap Niloxon. Endi mana shu xotinlarga shu adresni qo'yib bersangiz aylanaveradi aka, ertalabgacha. Bizni vaqtimiz chegaralangan, bilasiz. Marg'ilonda endi vaqtimiz yo'q. Shunaqangi zo'r joylar ko'pki. To'g'ri. Bittasida qolib ketmaylik. Ketdik yana endi qolganiga ham boraylik. Sizga rahmat e'tiboringiz uchun, vaqtingiz uchun. Ketdik o'rtoqlar. Keyingi lokatdan davom etamiz. Ko'z qarashlar bilmam bir bala boshlar ogohna kunda omad peshanba peshtar ko'z qarashlar bilmam bir bala boshlar ogohna kunda omad peshanba peshtar Qalaysizlar endi? Juda zo'r. Ob-havo yaxshi. Toshkent qor yog'sa ham Marg'ilon mamlakat tiniq havo bo'lib turaveradi. Ko'z tegmas. Chunki tiniq odamlar shu yerda ko'p chiqqan. Endi ulug'lar, haligi yaxshi odamlar, ulug' odamlar chiqqan deymiz, lekin ularni ziyorat qilishga vaqt ajrata olmaymiz. Kelinglar, bugun Marg'ilonga kelganimizda, Farg'onamizga kelganimizda shu ulug' insonlarimizni ziyorat qilsak, bizni ziyorat qilishimizda, sayohatimizda opam yordam bersalar, opa, marhamat, sekin tanishtiring, bu yerda nimalar, kimlar? Marg'ilon azaldan juda aziz joy hisoblanadi. Bir Sidiq majmuasi 11-asr, 12-asr vaqtlariga to'g'ri ketadi. Muhammad payg'ambarimizni avlodlaridan Abu Bakr Sidiqni jiyanlari opa singil shu joylarga kelib, shu joylarda qolib ketishgan. Ular islom dinini taraqqiyotga kelishgan. Kelgandan keyin ikkitagina kaptar olib kelishgan. Ikkita kaptar почтальон rolini o'ynagan. Shu kaptarlarda avlodlaridan qolgan shu kaptarlar. Kaptarli mozor deydi bu yerda. Madinaga borgan Mozor to'ppa-to'g'ri. Mana Madinaga borgan bo'lsanglar ham kaptarlar, Shunaqa. Makkada ham ko'rdingiz-a O'sha yerdan kaptarlarni. kelishgan avlodlari. Ana shu bizni eslatyapti. Bu yerda Qarang. biz katta bo'lganmiz. Bu yerga kelib o'zi odamdek qushlar tomosha qilib, sokinlikda bu yerda. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Ziyorat qilgandan keyin odam ancha yengil bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Ruhiyatimiz ko'tariladi. Endi o'zimizniki emas, hammanikini ko'taraylik kayfiyatini. Shunaqa. Keyingi lokatsiyamizni, sayohatimizni davom ettiramiz. Keyingi lokatsiyamiz Rishtonga ketdik. Voy, ana ketdik. Jahannam to'yi, arzu hayolam to'yi, menga tashlagan seni, nigohing o'yi, jonu jahannam to'yi, arzu hayolam to'yi, menga tashlagan seni, nigohing o'yi, ko'z qarashlar, bilmam bir balo boshlar, ogohna kunda omad, peshanba peshtar, ko'z qarashlar, bilmam bir balo boshlar, ogohna kunda omad, peshanba peshtar. Aziz o'rtoqlar, assalomu alaykum. Biz Rishtonni markaziga yetib keldik. Nilufar xonim, kayfiyatlar yaxshimi? Jamshid aka. Juda ham zo'r. Yaxshimi? Farg'onani, Marg'ilon ziyorat qildik. Mana endi biz Rishton kulolchilik, haligi hunarmandchiliklarda koniga yetib keldik. Rishtonimiz markazida Arzum degan bir chiroyli joylar ochilgan ekan. Oshni hidini qarang. Rishtoncha oshimiz ketdik. Ko'zlarim tinmay izlar seni har yon ozoru jonim, lekin senda edi ku ko'nglim, asir aylab meni yuragim, sensiz kimga bordir keragim, ozoru jonim, mayislik hamrohim meni, ketding yiroq sevib o'zgani, ko'zlarim tinmay izlar seni. Bittami? O'rtoqlar. Biz mana hamma
joyda oshni yeyuribmiz, lekin rishtonchasini mana endi bugun yeymiz. O'zi ko'p yeganmiz, lekin bugun boshqacha bo'lgan. Chunki osham mehmonga qarab pishadi. Mehmon qanaqa bo'lsa, osham shunaqa bo'ladi. Endi mana shu yerda haqiqiy kulolchilik uyi, kulollarda uyi bu. Haqiqiy hali iniga boribmiz deydi-yu. Iniga keldik. Oddiy usta, hunarmand, 3-chi sulola avlodi Shokirjon Mingboshi ukamiz, Mingbosh keramikning rahbari. Hozir o'zlari tushuntirib beradilar. Bu yerda otalari, aka-ukalar oilaviy korxona bu. Ha, ana. Oilaviy, lekin bugungi kunda 3,5 mingdan ziyod shogirdlari bor. Ish bilan ta'minlashgan kasanachilari bor. Shunaqa Ekspertlarimiz ham men ancha oldin eshitgandim, bular dunyoga eksport qilayotganini. Eksport qilinadi eng ko'pi. Eng ko'pi Rossiya, Amerika. Amerikaga. Germaniyalar u yo'l-yo'lakay. Qo'yil. Assalomu alaykum. Hormanglar, ustalar. mana shu mahallani yigitlari, yoshlari bizda usta shogird an'ana yoshligimizdan bor-ku, Marg'ilonda ayniqsa bilasiz. Bizda. Ha, shuni singari bu yerda ham shu narsani tashkillab olishgan. Hozir shu darajaga imkoniyat keng ochilganini natijasida bular hozir Tojikistonda ham shogirdlari bor. Tojikistonga ustalarni jo'natib bepulga emas, ham daromad. Ular oylik olib u yerda shogirdlarni ko'paytirishyapti. Qirg'izistonga ham shogirdlarini jo'natib, u yerdagi yangi yigitlar, mana shunaqangi yosh yigitlarimizga ishlarda o'rgatib kelishyapti. Anaqa nima deydi? Amir Temur paytda hamma san'at ustalarini hammasini yiqqan-ku. Bular ham mana bunaqa qilib qo'shni davlatlarimizga mana anaqalar jo'natishyapti-da. Bular avloddan avlodga ularga qoladi-da usta bo'lib. Bularga ham hunar bo'lib qoladi. Ham yaxshilik, ham daromad, ham do'stona munosabatlar zo'r. Akajon, shu kirganimizda o'ng qo'l darrov o'ng qo'lga qaraymiz eshikdan kirganimizda. Bu endi nima asar ekan endi aka? Buni men bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Buni asarning muallifi, shu asarni proyektini bergan inson ham yonimizda Shokirjon o'zlari turibdilar. Bitta narsaga men urg'u bermoqchiman, Nilufar. Bugungi kunda ustalar ham oldingi ustalardaqa emas. Hozir madaniyatli, san'atsevar, qo'lidan ish kelishini ko'rsatib beradigan ustalarimiz. Mana hozir ko'ryapsiz, bizni bo'lgan madaniyatimiz, oldingi vaqtdagi qay darajada bo'lgan ishlarni ko'rsatib berish maqsadida Rishtonni avvalgi bozorini chizib ko'rsatishgan. Qadimgi bozor, bu Rishton. Holati. Bu Rishtonni o'ziga. O'sha davrdagi bozor. Kelgan sayyohlarimizga ham qiziq tuyulyapti va bu birinchi O'zbekistonda eng uzun chizilgan asar. Bunaqasi O'zbekistonda boshqa joyda yo'q. Xitoyda Sian shahridan boshlab Turkiyaga bo'lgan holatni, o'sha davrdagi milliyligini, o'zini o'sha nimasini ko'rsatilgan. Mana Xitoyda Sian shahri devori tugayapti, Qozog'istonga o'tyapti. Qozog'istondan O'zbekistonga o'tyapti, Buxoroga. Ha, Buxoroga. Buxorodan Turkmanga o'tyapti. Otlari bilan, ahaltakalar. Eronga, Erondan Iroqqa o'tyapti, Iroqdan Istanbulga o'tyapti. Bosfor. Oxirida Bosfor turibdi, to'g'rimi? Turkiyada, ha. Buyuk Ipak yo'li bilsiz, ikki tomonga ajratilgan. Yo'ldan ketgan. Biri Afg'oniston tomonidan, biri O'zbekiston tomonidan ketilgan. Shularni ko'rsatib berishgan. Keyin asosiy urg'uni kulollarimiz ota-bobolarimiz 1,5 ming yil avval qay darajadagi rangiga ham ahamiyat berishganini bugun qayta tiklab ustalarimiz ahamiyat bergan bo'lsangiz, har bitta san'atlariga alohida rang berishgan. Bu rang hozir nafaqat o'zimizga yoqyapti, balki bizni sayyohlarimizga, tashqaridan kelayotgan turistlarga ham xohlagan rangiga moslab o'zlariga olishga imkoniyat ham berilyapti-da. Shunaqangi katta ko'rgazma zalini tayyorlashgan. Bugungi kunda ustalarimizni turizmni salmog'ida 30% hisobini mana shu rishtonliklar, kulollar olib kelishyapti. Qo'yil sizlarga. Minglab turist keladi o'zi yozda. Mana Xitoyda masalan bizni hozir qarab turibman, biz o'zbeklarimiz rangida mana izumrud rang bor ekan. Keyin mana o'zini tabiiy rangimizda, tabiiy rangga anaqalar rang bo'yoqlar berilgan. Bu ikkinchisi bu osmonni bir moviy rangda turibdi. Xitoydagi juda ham och bilan oq, ko'k bilan oq rang ishlatilinadi.
Biz ham qaysidir anaqada shularga yaqinmiz, to'g'rimi? Osiyo bo'lganiga ularga yaqinmiz. O'shanaqa stilni ham chiqarib turasizlarmi? Hozir shaxsan Yaponiyada mana shu kulolchilarni tarixi, arxeologlari, restavratsiya qiladigan mutaxassislari biz bilan ishlashni xohlashyapti. Aynan biz mana shu kulollar bilan, bu yerdagi kulollar bilan Yaponiyadagi kulollarning o'rtasida uzviy bog'liq qilib, qayta tiklashni ham oldimizga maqsad qilganmiz. Eski asarlarni. Eskini, ular dumaloq bo'ladi-da eskilarni. Alohida muzeyimiz yana bitta xonasi bor. U yerga olib kiramiz, sizga ko'rsataman. Ko'z tegmasin. Hormang endi. Salomat bo'ling. Nimalar boshlab oldingiz endi? Endi nima deysiz endi? Shu buturishda kulol olib ketmasalar-da endi. Ammo avlod bor, ajdod bor. Tagimiz Farg'ona, Narig'ilon, tuzingmilar, Bilishingiz bor. Charchamasdan, Kelaverasiz. Tegtiravermasdan nimalar boshlab bordilar. Endi o'zimcha Tuya yasayapsizmi? O'zimcha nima deydi? Lekin zo'r yasab qo'yibsiz, gap yo'q. Boya mana bunaqa loyda usha yuruvdingiz, mana shunaqa bo'lib qolibdi. Qarang, ayol kishi bo'lsa ham, mana shunaqa narsalar yasagingiz keladi. Hoy, dangasa erkaklar qattiq yuribsizlar. Yoshlikda shunaqa narsalar qilib, uni pishirib keyin uyga olib kelib, ruchka solib qo'yadigan qilib qo'yganman. O, yoshligimizda qilgan, hali ham uyda bor u. O'rtoqlar, ushbu loyihamizni hammasini rangli tasvirlarga olib berishda bizani yaqindan yordam berib turgan Azizbek ukamiz hamda Davr Media studiyasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Nilufar biz mana Qo'qon shahridagi musiqali maktabimizga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hormanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizchalardan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Voy, mangami? Voy, rahmat jonim. Bularga mehmonga kiydiraylik. Ana milliligimiz. Aha. Odinaxon opa, keling meni yonimga yaqinroq. Siz buni konsert meister deyiladimi, ustoz deyiladimi, nima deyiladi? Balet meister deyiladi. Baraka toping, iloyim. Bitta sovg'a beraylik. Mana shu sovg'ani bersak, rozimisizlar? Rozimisiz? Yana birgalashib ijod qilamizmi? Mana shu bolalarni sizniki, mana shu o'ynab, maza qilib, shu bolalarni erkalatib o'ynatib yuring. Bizning vazifamiz yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash. Sevinch Sultanova degan katta dunyoda bannerlar tursin. Mana shu qiz pianino chalib, hammani o'ziga rom etib, O'zbekistonni shon shuhrat qilib, ovoza qilib yursin, iloyim. Assalomu alaykum. Mana biz Qo'qon shahridagi Xudoyorxon ofisiga keldik. Qaysi ma'nodaki Xudoyorxon mana shu yerda nima deydi?
ijod qilgan Xudoyorxonni birinchi xonlik saroyi mana shu yerda bo'lgan. 5 yil yashagan. 5 yil yashagan. O'rtoqlar, bizani mana shu muzeyimizni rahbari kutib oldilar. Muhammad Rashod aka, assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Marhamat, bizni sekin aylantirasiz sayohatimizda. Biz hozir mana Xudoyorxon saroyidamiz. Bu 1875-yilda qurib bitirilgan saroy, 7 yil davomida qurib, bu darvozaxonasidan o'tib, haqiqiy saroyni o'rda deyiladi. Bu nafaqat yashash saroyi, balkim davlatchilikni boshqaruvni joyi bo'lgan. Bu yerda Xudoyorxon, Said Muhammad Xudoyorxon va vazirlar, qozilar, hamma mana shu davlat organlari shu saroyda asosiy qismi katta hovlida joylashgan. Mana bu yerda biz Xudoyorxonning maketini ko'rsak bo'ladi. Bizda eng saroyning go'zal qismlaridan biri bu haram. Mana shu haram hozir buzilib ketgan. Bu o'sha paytda 1915-yillarda buzilib bo'lgan o'sha eng go'zal qismi bo'lgan. Hozir buni o'rnida nima turibdi? O'rnida hech narsa bog' hozir va hozirda proyektlar chizilyapti. Nima qilish uchun? Tiklash uchun haqiqiy asl nimasiga. Sabab bizda proyekti ham, kartasi ham, chizmalari ham, fotolari ham bor. Saqlanib Hammasi saqlangan. Gap yo'q. Demak, sayohatimizni eng kulminatsion nuqtasida mana biz akamni topib oldik. Bizni zo'r sayl qildirdilar mana shu muzeyda rahbarlari. Aka, sizga rahmat. Xudoyorxon haqida shunaqangi qisqa vaqt ichida Xudoyorxon bilan birga hozir xuddi yashagandek bo'ldik. Shu zamonga borib keldik. Tushib yana qaytdik. Va yana qaytamiz, Xudo xolasa. Yana ko'p syurprizlarimiz bor. Yangi narsalar ochilyapti. Albatta. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, vaqtingizni ayamaganingizga. Rahmat sizga. O'rtoqlar, mana ko'rib turganingizdek, biz Farg'onani hamma eng nomi chiqqan va hozirgi kunda butun dunyoga non taratib turgan joylarini bir aylandik, sayohat qildik. Farg'onamizni sayohati ham, Yulduz bilan sayohat loyihamizni ham yakuniy nuqtalariga ham yetib kelyapmiz, lekin hali tugagani yo'q. Charchamadingizmi? Qattiq charchaymiz. Zerikmadingizmi? Yo'q, umuman. Endi anaqa olyapmiz, zaryad olyapmiz. Marg'ilonda adraslari-yu, Qo'qonda musiqa maktablari-yu, Rishtonda oshi-yu, Xudoyorxonni saroylari. Xullas, Farg'onani aylanaman, siz bugun erta indin emas, umrimiz yetmaydi. Marg'ilonchada aytgandek, aylanadigan, ziyorat qiladigan joy juda ham ko'p simidan. Ana endi keyingi lokatsiyamiz bilasizmi qayer? Albatta. Bizni kutyapti. Yaypan shahrida, markaziy stadionida bir shingil qo'shiq bilan safarimizni davom ettiramiz. Ketdik. Yaypan! Qo'llab-quvvatlaymiz! Nilufar Usmonova. Assalomu alaykum. Oting nima? Faxriddin. Faxriddin, qayerlisan? Yaxshi. Qayerlisan? Elchilik.
Elchi 6 karo 6. 6 kar 37. Mayli, nima bo'pti? Bitta oshiq aytyapti. Sal iltimos qilsanglar kelishtirib beradi. Yaypan bitta oldin yuradimi yo'qmi? Bitta oldin yuradi. Keyin 37 o'p ketadi ko'rasiz. Bitta telefonli bo'lib qoldi. Muborak bo'lsin.